12 ta kranial nervni qisqa muddatda yodlash mumkinmi? Mnemonika yordamida bugun shuni ko'rsataman. Mnemonika bu xotirani kuchaytirish emas. Bu miyangiz uchun ma'lumotni qulay tarzda taqdim etish san'ati. Miya raqamlar va atamalarni yomon saqlaydi, lekin obrazlarni juda yaxshi saqlaydi va ulardagi bog'liqlikni. Shuning uchun biz har bir nervni obrazga aylantiramiz. Bu jarayon kodlash hisoblanadi. Misol uchun, hid bilish nervi bu quruq atama, lekin atir bu obraz. Ko'z oldingizga darhol paydo bo'ladigan obraz. Obrazlar tayyor bo'lgach, ularni zanjirga bog'laymiz. Zanjir usuli har ikki obrazni juft bog'lash. Ikkinchi obraz birinchisiga kirib ketadi, ustida turadi yoki o'ng tomonida turadi. Muhimi, har bir juftlikni 6 soniya ko'z oldingizda ushlab turing. Aynan 6 soniya miyaning bog'liqlikni saqlashi uchun yetarli vaqt. 12 ta kranial nerv miyadan to'g'ridan-to'g'ri chiqadigan nervlar. Ular ko'rish, hid bilish, eshitish, yuz mimikasi, til harakati va ichki organlar faoliyatini boshqaradi. Tibbiyotda ularni tartib bilan bilish juda muhim. Mana ularning nomlari: hid bilish, ko'rish, ko'z harakatlantiruvchi, qaltaksimon, uch shoxli, uzoqlashtiruv, yuz, eshituv, muvozanat, til halqum, adashgan, qo'shimcha va til osti. Endi har birini obrazga aylantiramiz. Hid bilish nervi, atir, ko'z oldingizda atir shishasi. Ko'rish nervi, ko'z, atir shishasi yonida ulkan ko'z. Ko'z harakatlantiruvchi, mashina farasi. Ko'z yonida mashina farasi yonib turibdi. Qaltaksimon, qaltak, mashina farasi ustida arava qaltagi. Uch shoxli shoxa. Qaltakka uch shoxli shoxa ilinib qolgan. Uzoqlashtiruvchi, kabutar, uch shoxli shoxadan kabutar yonida. Yuz nervi, maska. Kabutarning yonida maska. Eshituv, muvozanat, shilla qurt. Maska ustida shilla qurt. Til halqum, laringoskop. Shilla qurt yonida laringoskop. Adashgan, bulut. Laringoskop yonida bulut. Qo'shimcha, protein idishi. Bulut yonida protein idishi. Til osti, gipopotam. Protein idishi yonida gipopotam. Endi boshidan, atirdan boshlang. Zanjir o'z-o'zidan yurib ketadi. Mnemonikani o'zlashtirgan talabalar birinchi narsani his qiladilar. O'qish endi azobga aylanmaydi. Ma'lumot tez yodlanadi, uzoq qoladi. Keyingi videoda mnemonikani yana qaysi sohalarda ishlatish mumkinligini va sizda qanday o'zgarishlar bo'lishini ko'rsataman. Obuna bo'ling. Mnemomedik xotira tizimi.